Mehrimah sultonimiz hamma yoqni ag'dar to'ntar qilyaptilar. Rustam podsho bilan janjallashib qolishibdi. Kutganimizdan ham tezmi? Demak, bir uchqon chiqishini kutib turgan ekanda. Uni biz yoqibmiz, Xudoga shukr. Fatma sulton sizni qanchalik xafa qilganini bilaman, lekin qayg'urmang. Uni ham siri bor ekan, hammasini bildim. Qanday sir? Bozordagi bir uyda Pinxonni Elkas Mirzo bilan uchrashibdi. O'rtalarida ishqiy munosabat borcha emas. Fatma sultonning sirini qachon oshkor qilmoqchisiz? Har narsaning o'z vaqti bor, Gulbahor. Fatma sultonimiz buguncha o'ynab kulsin. Sevgisi alangalansin, kuchaysin. Shundoq kuchaysinki, sevgilisini undan tortib olganimda qalbi parcha-parcha bo'lsin. Elkas Mirzo akasi Taxmasibning qo'liga tushibdi. Qatl etishga qaror qilishibdi. Senga ishonmayman. Rustam podsho xonasida. Istasangiz undan so'rashingiz mumkin. Elkas Mirzo majburlikdan akasiga taslim bo'ldi. Endi qatl etsa kerak. Ming afsus, sulton.